Hammaga salom jigarlar. Bugun biz Muhammad Salohni full qilgan akkauntimizda bitta ko'k, bitta sariq agentimiz bor. Shularni birin-ketinlikda ochib ko'ramiz. Birinchi albatta ko'k agentni ochamiz. Qani va Niderlandiyalik yarim himoyachi Timber chiqmoqda. Va legendarniy agentni ochamiz endi. Bizga va bu Polshada Lewandowski. Ko'rib o'tirish ham shart emas. Va Lewandowskini endi biz full holatiga yetkazamiz. Bu uchun Timberni sotib yuboramiz. Bu Arsenaldagi Timberning akasi bo'lishi kerak, adashmasam. Mana Lewandowskini hujumga qo'yib olamiz va birin-ketinlikda fitness kuchaytirishlarni bosib olamiz. Tepadan 4 ta 100 holatini chiqarib, zarbasini ham iloji boricha 100 ga yaqinroq qilishni niyat qilganmiz. Va kuchaytirishlar bosishni boshladik. Hozircha yaxshi kuchaytirishlar star darajasiga tushmoqda. Break horse berildi va star darajasiga yana tezligiga star darajasi 86 holatiga yetdi. Speed 78 va yana speed 79 holatiga ham yetmoqda. Star darajasi 87. Star darajasi 94. Speed darajasi 80. Speed 81. Tezlanish 74. Tezlik 82. Star 95. Speed 83. Tezlanish 75. Va yana break horse tezlik 85. Tezlik 86. Tezlik 87. Star darajasi 96 bo'lmoqda. Tezlanish 76. Star darajasi 97 bo'lmoqda. Break horse berildi. Tezlanish darajasi 78 bo'lib ketdi. Star darajasi 98. Star darajasi 99 bo'lmoqda va yo'q, tezligi 79. Star darajasi 88. Tezligi 88. Star darajasi 100 bo'lmoqda va break horse tezligi 89. Tezlanish 80. Star darajasi 89 va yana star darajasi 90 holatiga yetmoqda. Tezlanish 81. Tezlik 90 va break horse berilmoqda. Tezlanish 82. Tezlanish 83. Star darajasi 91. Speed 91. Speed 92. Speed 93. Tezlanish 85 bo'lmoqda. Star darajasi 92. Tezlanish 86. Star darajasi 93. Tezlanish 87. Speed 94 bo'lmoqda. Speed 95. Star darajasi 94. Speed 96. Speed 97. Tezlanish 88 bo'lmoqda. Star darajasi 95. Speed 98. Star darajasi 96 bo'lmoqda. Tezlik 99 holatiga yetdi. Va tezligi ham 100 holatiga yetmoqda. Lewandowskining tezlanishi 89 va tezlanishi ham 90 bo'lmoqda. Star darajasi 97. Star darajasi 98. Tezlanish 91 bo'lmoqda. Va star 99. Break horse berilmoqda va 3 ta 100 chiqarib oldik. Tezlanish 92. Tezlanish 94 bo'lib ketdi.
tezlanish 95, tezlanish 96, 97, 98, 99 va 100 bo'lmoqda. Lewandowskidan 4 ta 100 chiqarib oldik tepadan. Fitness darajalarini 100 holatiga yetkazdik. Va screenshot olib olamiz. Va endi texnika kuchaytirishlar bosishni birin-ketinlikda boshlab olamiz. Birinchisi pasiga tushmoqda. Ikkinchisi taklingga tushmoqda. Lewandowski joyini o'zgartirib ko'ramiz. Va uchinchisi yana taklingga tushib qolmoqda va Lewandowskini yarim himoyaga ham qo'yib ko'ramiz. Yo'q, Lewandowskini zaxiraga qo'yib ko'raylikchi. Zaxiraga qo'ysak balki zarbasiga tushib qolar. Va zarbasiga tushmoqda 96 bo'lmoqda zarbasi. Va yana bir texnika bosib olamiz. Va bu safar ham zarbasiga tushmoqda. Lewandowskining zarbasi 97 holatiga yetgan. Agar bir marta break horse berilsa 99 ham bo'lib ketadi. Yaxshi kuchaytirish bo'lmoqda va bosildi va kontrol 89 holatiga yetmoqda. Lewandowskida hech qisi yo'q, yaxshi kuchaytirdik. Zarbasiga tushsa lekin 98 bo'lar zarbasi. Zarbasiga tushsin, zarbasiga. Va yo'q, pas berish darajasiga tushmoqda va pas berish 81 bo'lmoqda. Lewandowskini chiroyli holatda full qildik deb o'ylayman. Screenshot olib olamiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Telegram guruhim va kanalim lichkasini kommentariyada pin qilib qo'yaman. Azizlar, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar.